alaykum, hurmatli bo'lajak traderlar. Bugun sizlar bilan 90% aniqlikda ishlab beradigan, mani va o'quvchilarimiz sinovidan o'tgan strategiyani o'rgatmoqchiman. Xo'p, birinchi bu strategiyani mohiyatini, strukturasini tushunib olishimiz kerak. Xo'p, bizga nima kerak bo'ladi? Kelinglar biz 3 ta shamni olamiz. Birinchi strukturani tushunamiz. Xo'p, 3 ta selga qarab ketayotgan shamni belgilab oldik. Xo'p, bu shamni tanasi, buni bilasizlar va bularga xos soya qo'shib chiqamiz. Xo'p, soyalarni ham qo'shib oldik. Endi bizga nima kerak ekan? Birinchi bo'lib biz katta time frame ga o'tib, katta time frame dagi trendni aniqlab olamiz. Katta time frame trendimiz sell bo'lsa, mana shunaqa 3 ta pastga tushayotgan, ya'ni men hamma depozitga mos keladigan M5 time frame ni tanlaganman. Siz ham shu M5 ishlasangiz bo'ladi boshlanishiga, chunki hamma depozit turlariga to'g'ri keladi. Xo'p, M5 time frame ga o'tib olganimdan keyin demak trend sell va men 3 ta pastga sellga ketma-ket impuls bilan tushgan shamlarni topib olishim kerak bo'ladi. Xo'p, topib olganimdan keyin men birinchi shamni minimumi va uchinchi shamni maksimumini xuddi shunaqa qilib belgilab olaman. Ya'ni birinchi shamda bitta minimum bor va uchinchi shamda maksimumi bor. Ya'ni soyasini maksimum va minimumlarini belgilab olamiz va qachonki mana shu yerda bo'shliq bo'lishi kerak. Agar mana bu joy mana bunda bo'lib to'lib qolgan bo'lganda, mana bunda bo'lib kelib mana buncha bo'lib qolganda, biz buni olmas edik, ya'ni buni chizmaymiz. Chunki bu joyda bo'shliq yo'q. Biz mana shu bo'shliqni olamiz va belgilab chizib olamiz. Endi chizib olganimizdan keyin bizga biz nimani kutamiz? Bozor keladi, misol uchun tushadi, yuradi, qanchadir miqdor, tak, buni kattasini olaylik. Bo't, qanchadir miqdor tushadi, chiqadi va mana shu joyga kelib shpilka qoldirganda biz mana shu yerda sellga savdoga kiramiz va stop loss va take profitlarimizni qo'yamiz. Stop lossni o'sha teparoqqa qo'yaverasizlar, bemalol shamni strukturasiga qarab, take profitni ham 1 ga 1 yoki 1 ga 2 nisbatda bemalol qo'yib ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shu narsani bozorda grafikda ko'rib chiqamiz. Mana bugungi grafik. Kelib bugungi grafikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bizda nima deydi? Trendimiz sellda va misol mana sellni topib olamiz. Endi ketdik. Korobka chizib olamiz. Xo'p, 1 2 3 ta oralig'ida yo'q. 1 2 3 ta oralig'ida ham yo'q. Xullas bu oralig'ida faqatgina mana bu joyda bor. Xo'p. Bunday qilamiz. Ya'ni 1 2 3 shamda, ya'ni birinchi va 3 shamda o'rtasidagi bo'shliq bor. Va mana shu bo'shliqdan mana kelib shpilka qoldirib qaytib ketgan. Endi keyingisi. Xo'p, buni oralarida umuman yo'q, bo'shliq yo'q va bizda 1 2 3, ya'ni birinchi shamni soyasi va keyingi shamni tanasini soyasini olamiz. Birinchi shamni soyasi va ikkinchi shamni, buni minimum, buni maksimum belgilab olganimizdan keyin mana ko'ryapsizlar, bitta ham kelyapti, sellga yurib, yana baribir sellga qaytib beryapti. Endi keyingisini belgilab olamiz. Ya'ni bu bitta M5 shamni pastga tushayotgan trendda qancha tasdiq berayotgani. Xo'p, endi birinchi sham, ikkinchi sham va uchinchi shamni oralig'ini olamiz, ya'ni 1 va 3 ni. Mana birinchi va uchinchi sham oraliqdan shunaqa mana kelyapti-da, sirazu tasdiq berib sellga yurib beryapti. Ya'ni stop loss mana shu shamlardan teparoqqa qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bo't, qaranglar, bitta nechta 1 2 3 ta va uchalasi ham ishlab beryapti va uchalasida ham har bittasida foyda qilib olsanglar bo'ladi. Har bittasi bittadan ishlab beryapti. Qaranglar, mana kelyapti, yuryapti. Uje ishlab beryapti, kelyapti, take profitlarni olyapti, bo'ldi, yana qaytib ketyapti. Uje ikkinchi mana bu ishlayapti, yana yurib beryapti va uje bordida uchinchisi ishlab beryapti va mana shu yerdan qaytib ketyapti. Xo'p, tushundinglar-a? Endi xuddi shu narsa bayda ko'rinishida ham bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Misol uchun mana 1 2 3 bayda bo'laylik. Endi buni oralig'ida mana bo'sh joy yo'q. Shuning uchun, lekin shunaqa xolos demoqchimanki, xuddi shunaqa vaziyatda bo'shliq bo'ladi va bayda bo'shlig'ini ham xuddi shunaqa qilib belgilab olasizlar
va shu joydan bemalol tasdiq olib savdoga kirsanglar bo'ladi. Bu juda ham zo'r va ko'p ishlab beradigan strategiyalardan biri. Bemalol foydalaninglar, daromad qilinglar. Daromad qilib uylarga 4 ta non olib kirsanglar, men juda ham xursand bo'lgan bo'laman. Keyin bu strategiyani qo'llab daromad qilsanglar, albatta meni lichkamga yozinglar, tashinglar. Mana yozinglar, tashinglar. Ko'rib xursand bo'laman. Ko'rib xursand. Agar bu strategiyani ishlatib daromad qilsanglar, albatta meni lichkamga tashinglar. Juda ham ko'rib xursand bo'laman. Hammaga omad. Xudo xohlasa bundan ham zo'r strategiyalarni sizlarga sovg'a qilish nasib qilsin.